Mirhat Gaysin. Mirhat Gaysin. İcamisiz, icamisiz selam. Yo'q, Selam. anaqa material yetmagan ekan. Yo'q, mening neyi var? Yomog'i var, meniki iskirak. İcamisiz xayrli ish qozon, xayrli ish mana bo'ladilar. Bayramlar bilan shundan yoz bilan qutlab ketmadik, aytmadik deylaraymi. Shundan yoz bayrami yoz boshlanib ketdi. Albatta endi motor qizlarimiz 8-mart bayrami bilan boshlanib ketdi. Shunga ko'ra shin ko'ldan qutlaysim kelgan zalda o'tirgan barliq qizlarni 8-mart bilan yigitlar olqishlab olaylik hali. Aha, anladım bunda kızlar ko'proq. Yani dostlar, meni kun sayin uchrashib bo'lmay, shunga ko'ra endi butun bayram bilan sirasi bir yo'l qutlab qo'yam, siz qarshi bo'lmasangiz. Qarshimi, yo'qmi? Yo'qmi? Yaray, mana 8-mart bilan qutladim. Anarsan taqan indi motor bayram keladi bizning olda. Navro'z bayrami. Anan taqan narsa keladi bizning olda. Tez-tezgina aytib boramiz. Yangi yil. Hoppa jonim. Mana kimgadir yangi yil keladi sirasi oymi. 1 aprel bayrami bilan sizni chin ko'ngildan qutlayman. Anarasidan keladi bizning motor bayram. 1 may, ondan so'ng buyuk bayramimiz 9 may bayramlari bilan sizni chin ko'ngildan qutlayman. Ondan so'ng mana birisi aytdi, motor milliy bayramimiz Sabonto'y bayramlari bilan, Qozon Sabonto'y bayramlari bilan sizni chin ko'ngildan qutlayman. Hamda anarasidan keladi bizning ko'p qolmay big motor bayram, ko'rkam bayram, boy etib o'zdiralar, ko'rkam etib o'zdiralar. 4-iyul bayrami bilan sizni chin ko'ngildan qutlayman. Ana bilmaysiz nima bayram ekanini? Bilmaysizmi? Anda benim tug'an kun. Şulay o'z ko'nglimda o'zim ko'rib beraymi, mana shu tug'an kunlari bilan qutlamaslarmi ekan deb. Yaray do'stlar, anarsan bunda ko'p qolmaydi, yangi yil bilan da siraja qutlab qo'yam. Hamda mana yoz tegashinde Allohga shukr, mana yoz kunlarida oyoq bosdik. Shunga ko'ra endi yozlarda jilitqashinde shishinib tashlaydi shulay bit. Mana yigitlar aytib ketdilar, og'ashlar kiyina, qizlar shishina deb. Shunga ko'ra endi qoti solqinlarda o'zimizni saqlaymiz. Jilitqash o'zimizni saqlamaymiz, shishinib tashlaymiz. Shundagina ketirib elektrib bizni solqin. Shunga ko'ra endi o'zingizni saqlab yashag'is deb aytasam kelar. Mana men ko'pdan to'g'rilgan avluga qaytib keldim. Anda mening ko'rshi opasi qizini qishqira balkondan. "Qizim, boshingga kiy, ko'ting to'ng'ab aytdi." Shunga ko'ra kiyinib berasiz, ustingizga kiyib berasiz, tiga shishinib qoladi, shamas qosh salqini barabar o'zingizga ishli. Shunga ko'ra tiga qoti salqinlar degash, anda da mana bir tiga gastrollar degash silab qo'yasam kerak, artistlar turmushi o'rnida azrak kichkina g'aybat sotib olasam kerak. Bir artist Vadim turunda mana qashqi salqinlar bo'ldi, bitta 30lar, 35lar bo'ldimi? Bo'ldi bit. Shunda ko'rgansizlar yigitlarning akkumulyator ko'tarib berganlarini shulay bit. Mana shu salqinlarda Vadimga anginasi shishib ketgan, shundan so'ng mana больницада solganlar, artist bo'lgach, mana VIP palataga solganlar, zar yota, manda tag'in bir ikki nashalnik, ishisi yotalar, zar yotib turalar. Shundan so'ng otna boshida bu angina bilan alakan bitindi. Shundan so'ng otna boshida bosh vrach, glavvrach kirgan, bularning hallarini bilishirgan. Otna boshida endi kirgan, bir balni yonida o'tirganda so'ray ekan, "Siz nindi avru bilan alaqdingiz bunda?" deb. Tega balni degan, "Doktor, mening barmoq oralarimni allanaslar chiqdi, shuni lishi aytamiz" deb aytadi. Davolaylar mısın? Ayı davolaylar. Nechik davolaylar? Yot sürteler deb aytadi. Aha, no bo'lay, jalabalar bormasmi degash? Yo'q, Allohga shukr, jalaba yo'q deb aytgan. Yarar, o'rtanchi bolniyaga qo'shgandagi doktor shundan so'ng yonimga kelib o'tirgan. "Siz nindi avru bilan alaqdingiz bunda?" deb qiziqsanib so'ray. No, tigi bolniya qiyinsirab qolgan. "Doktor, men gemoriy bilan alaqdim" deb aytadi. Bo'lay, davolaylar mısın? Ayı davolaylar. Nechik davolaylar? Yot sürteler deb aytadi. Aha, yaray. No bo'lay, jalabalar bormasmi? Yo'q, Allohga shukr, jalabalar yo'q deb aytgan. Yaray, shundan so'ng Vadimga shiraj yetgan, Vadim yonina kelib o'tirganda ham yonina kelib o'tirib so'raygan. "Siz nindi avru bilan alaqdingiz bunda?" deb doktor so'ray. Vadim degan, "Doktor, men anginam o'sha angina bilan alaqdim" deb aytadi. Yarar, davolaylar mısın? Ayy, davolaylar. Nechik davolaylar? Yot sürteler deb aytadi. Aha. No bo'lay, jalabalar bormasang degash. No, doktor, bir jalaba bor, bir jalaba bor. Пожалуйста, yotni birinchi menga surtsinlar deb aytadi. Teganan tugul, mana sudib ketsinlar deb aytadi. Shunga qarang, avruga yozmasan, yot surtib qaytarillar tag'in. Yot surtib shunga jillab yashak, minglanib yashak, shunga qarang, jillab yashagan kishida avrular urabuzlar deb aytasam kerak. Umuman tomoshashi uchun artistning turmushi qiziq har vaqt. Shunga qarang, qiziqsindirgach, siz bit ko'rasiz artistning sahnada motor kiyinib jillab turgan, shunga qarang, sahna ortida ne borganini siz ana ko'rmaysiz, eshitmaysiz, bilmaysiz. Shunga qarang, shu artist turmushidan kichkinagina bir mezgilni ko'rsatib ketasam kerak. Artist tomoshashi uchun har vaqt qiziq. Ol qo'yda yuri, qo'yda kim bilan yashay, uylanganmi, kuyovdami, kim bilan yo'qloy, butunisi qiziqsindiradi. Shulaymi, yo'qmi? Shulay. Shunga ko'ra endi kichkinagina mezgilni ko'rsatib ketasam kerak. Artistlar turmushidan
Sizga ko'z oldiga gana ketirib o'tirar kerak, hozir bunda shaqqanatiga yoz bo'lgach jilitgan ekan. Artistlar mana shu degash. Mana sizga ko'z oldig'ingizga ketirib kerak. Artistlar tuyalishib avtobusga Moskvaga ketdilar konsertga. Salyanka deb, hozir bitdi Salyanka, shulay bit. Salyankaga yurishib boralar avtobusda, shuna borib jetganlar. Yo'lda bitdi oshiqtira, oshisi kela. Shundan so'ng konsert oldidan bir necha artist restoranga kirib, biroz tomoq yolg'ab olirga bo'lganlarida kirib ketganlarida Alfina, Rafael Latip, Alfina, Salovat, Nafqat, onda Oydar G'alimov kirganlar, restoranga kirib o'tirganlar. Moskvada shulay deb kim narsa zakazlaydi etgan. Mana Alfina 2 porsiya baranga butqosi oshab bitirib o'tirar ekan o'shaymi? Как будто cholibda bangranga yo'q, oymi? Shundan so'ng Nafqatga qaraysan, Nafqat konsert oldidan bir shoq oshab o'tirar ekan, zar malay. Молодец. Oydarga sikirasi bo'ladi deb, sahnada sikirasi bo'ladi deb, bu tigalarni olmagan, kabista salatini olganda, bir kabistani turab berganlar menga. Zar oshab o'tira. Salatga sikirasi olgan, первыйга plov, вторыйга olganda qora buday, grechka butqasi olgan tovuq butlari bilan shay urina shurp olganda zar tamlab oshab o'tiralar. Muzika o'ynay. Ko'zallar keladimi, yo'qmi? Kelazar, motorg'ana o'tiralarida ham shundan so'ng deb oshab bitaraq ofitsiant jigit kelgan, chek ko'tarib kelganini, shot ko'tarib kelganda ular yoniga kelib, "Вот ваш счет, с вас 20 000 deb aytadi. Bizning artistlarning ko'zlari mongoyga bingan, bunda bey oshaganlari yo'q. Qaysisidan indigina tovush chiqmagan. Alfina qishqirib jibergan, anda Vitas jirli ekan deb turalar ekan. Anda Nafqat вообще borshoq oshini ataqalib deb o'tirar ekan. Oydar тоже qizib ketgan, "Sugunam, nifinga себе deb tik turar ekan. Salovat вообще Ahul avlunda grechka buxatli qiymat tuguliye. Bunda rishab qiymat sig'ali ol. Shinok idiki Pazavisoyeva direktori. Shinok tuganan, salom degan salomat. Какая разница, Shinok shunda shet ko'targan bizga. Idi Pazavisuda 2 sekundda o'tmaydi ofitsiant yugurib chapgan restoran direktori kelib jetgan, shunda здоровый bir abizday. Moskvada bo'lgach o'ltirib big turistda tug'ilgan Zangar show, Zangar ekan turistda bo'lgandan so'ng kelib jetgan, bular yana kelib boslansa. Здравствуйте, я Анатолий Петрович, какие проблемы? Салават. Анатолий Петровна, ой, Анатолий Петрович, понимаете, пока проблем нет, и у нас, и у вас, можно я по-татарски буду говорить? А то язык сломается. А вот этот мальчик вам переведет. Это мальчик Айдар. Вот. Он депутат, потому что... Вот. Шундай хал, biz artist xalqi gil boshqa oshab yurgan. Şuna göre даже üstelden tüyap paket bilen koytarıp jiberler. Şuna göre biz bu gil boşqa oshab yurgan bugün şu xatni bir şu xatni qiyin bizga oqshatuvlarga. Oqsha yo'qlar ol. Oyдар, переведи. Антон Петрович, понимаете, все здорово, всем вкусно. Я только салат кушал. Вот, Анатолий Петрович, давай былай айтабыз. Бартер, bizden jir, sizden oshov. Bizning jir shu xatli qiymat 50 ming tura ur-yangi jir. Şuna göre 30 ming'in даже biz sizga padarim, biz Tatar xalqi shedri xalq 30 ming sizga bo'lak kabilar. Biz ko'maklashib jirlaymiz, butunimiz birga motor deb. Aymi? Nafqat qo'ya. Nafqat yo'q. Şoğan, yarar. Bir qarashib jirlaymiz butunimiz qolganlari bilan. Shunday barter yazıymiz. Oylar, biz şey gitkaç patron переведешь, yami? Şu xatni bik motorjir, sizden по-любому bu yıl tuğan kırıgız bula, ili bulgandır. Şuna göre tuğan kırıgız bile qotlap, mene algan pidjagı şunday motor, üstügüzde tutsun. Mene algan mujiginiz, xatınınız, bilmeyim de, astığızda tutsun. Şuna göre bir jırjırımız bütünüz bir yemi. Nafqat yo'q, üçümüz gene jırlayız. Şuna göre, rahmat, gittik, Oylar patron переведешь, biz qo'yib ketkash yemi. Yani gittik, поехали, bir jır, ur-yangi jır, 50 minglik jır, Katerina. Bir gene şu jırlayız, mikrofonu aç,
Ayaklarga ışasın edip karı ağzından ısırdım. Ol kışkırıp cevap birden yine durup жылadım. Zenger yüster gazıların baykına yuradım. Tahtalı can yola, tahtalı can yola, tahtalılar yola, yaktanır miken. Gönlüm size şoşa yollardan razıdır başkayım koydurmayacağım. Kadirina yollarında kar. Kadirina eyler kaydı. Rahmat. Rahmat. Mirhat Gaysin. Büyük rahmet. Gaysin Mirhat. Cevitler.